Qancha foizga yaxshilandim deyapsiz opa? Hozir o'qimasdan 100% desam bo'laveradi. Hozir yurishlaringizda birovlarni yordamisiz yura olyapsiz. Bu opamiz kelgan paytda shunday og'irroq kelgan edi. Koleskada hassa bilan yurardi-da, mana buni sudrab yurar edi. O'zi yura olmas edi. Hozirda qani bir yurib ko'rsatib beringchi bizga ham. Xursandchiligingizni bizga ham ulashing-da. Qo'rqmasdan kelaveringlar. Toshlaringni ham tushirib yuborisharkan. Toshlarim ham tushdi. Toshingiz ham tushdi, xudo xolasa. Yaxshi, yaxshi. Doktor boshida yo'q dedilar. Ikkovimizgacha tortishdik. Mana Xudoga shukr, hijolat bo'lmadilar. Biz ham hijolat bo'lmadik. Yaxshi, shirin so'zlari bilan Xudo xolasa turmush o'rtoqlari bilan shunchalik qilib shirin so'zlar bilan mana turishlarga qiynalardim. Birov turgizardi. Qani yuringchi? Hozir yaxshi, 100% desam ham. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Kelaveringlar qo'rqmasdan. Bemalol o'zi yura olyapsiz hozirda, xudo xolasa. Yuryapman mana yaxshi. Yaxshi. Og'riqlar qancha foizga yaxshilangan? Og'riqlar hozir aytyapman 100% ga yaxshi, og'rig'im yo'q. Yaxshi. Qo'llarim mana ishlayapti. Yaxshi. Qo'llarim ishlamas edi, boshimga chiqmas edi. Mana hozir sochlarimni ham o'zim to'g'rilayapman. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Poliartrit kasalligi bilan kelganda bu opamiz, keyin osteoartroz tizza og'riqlari bilan kelgan. Mana tika turolmas edim uzoq. Hozir tika turyapman o'zim. Yaxshi, mana bir kursimizdan keyin mumkin bu yerda buyragiga toshlar ham tushgan. Toshlarni ham olib kelgan ekan qog'ozga o'rab. Olib keldim. Hali ham turibdi, ishonmasalang. Toshni ham ko'rsatasiz. Yo, ishonishadi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Turibdi o'raliq. Xursandmisiz axir shifo topganingizdan? Xursandman. Ilohim bolangizni baxti kamolini ko'ring, ota-onangizni baxtiga sog' salomat bo'ling ilohim. Alloh shifo bersin. Qo'rqmanglar, qo'rqmay kelaveringlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana bu orqangizda kelayotgan xolamiz ham kecha kelganda yura olmay kelgan. Mana chiroyli yurib kelyapti. Grija bilan kelganda bugun bemalol yuryapsiz ekan, yaxshi. Yaxshi. Alloh shifo bersin. Bir kunda, bir kun. Bir kunda, bir 10 ta ari oldida shu bilan tiklanib ketdi mana. Hamma yo'q ixlosda. Hammaga siz yaxshi bo'laveradi, hammasi shifo bersin, ko'p qatordagilarga, bizga ham Alloh shifo bersin. Amin. Bolalarimizga kuch-quvvat bersin. Amin. Kasbkorlarga baraka bersin. Qo'shganlarimizga shaqarsin. Amin. Bolalarimiz havaslarni ko'rib dunyo turguncha tursin. Amin. Umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyatlari bo'lsa Alloh bersin. Allohu akbar. Rahmat, rahmat. Ulardan nima bizga shifo Rahmat. bersin.